Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sal o'xshashmaydigan bir naq maydon qilay deb o'yladim. O'ylab yiqinglar qarindoshlarim, yaqindan beri indigenes xalqi degan temasidagi har xil ovozlar taraf-tarafdan yangrayotdi. Bu tunogin bo'lgan, bugun bo'lgan ishlar emas. Endi bizda xalqlarning tunji qatim bu ishga kirishib, javob izlash, ham savol qo'yish, javob elish yüzsüden elip beriyotgan xalq harakatimizning tunji qadimi desak bo'ladi. Bunun da sizlar o'ylab yiqinglar, bu ayni vaqtida mana necha kundan oldida men naq maydonda ko'rsatdim. Ondan keyin mani 2008-yili 11-dekabrda 51 betlik aslida bir nusxasi chiqarilgan. Ondan keyin 2009-yili 5-dekabr e'lon qilgan nusxasi mana 62 bet. Bu biz hozir mushuni o'tirg'i chiqarishdagi maqsad bu 62 betlik dokladning ichidagi eng ajallik yeri 60-betdagi avtonomiya talab qiladi Uyg'ur, Xitoydan haqiqiy avtonomiya talab qilmoqchi degan Muşu 60-betdiki mana qizil ramkaga e'langan shu yeri. Bu kimga vakolatan, kim avtonomiya talab qildi degan masala bor. Mana yaxshi ko'ringlar. Mana Uyg'ur kishilik huquq qurultayiniki, Andan keyin bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın astidagi bir organ. Bunun cevabını mı Dünya Uyghur Qurultayı berdi. Amerika Uyghur Birleşmesi'ninki adreslarigacha, telefon nomerlarigacha qo'yilgan. Siz ko'rib beqing. Her qatımda biz sözlüdük, biz özümüz için sözlümedik. Biz zimin davasının meselesi. Bu naq şu siz muştumuzunu türüp durup, vay burun qılamanda qıptiken, üşependim, ak qıptiken, kök qıptiken degen 11 betim, oxşaş betim. Uyghur 2. qatımlıq, tarixda 2. qatımlıq ziminini setivetken oxşaş 11 betim. Bu 62 betim deyli, bu naq şu. Siz özünüzden ki qandaq setilganligiga azraqmi ko'ngil bo'lmay, bir qeyr xotinni voy oq debdi, ko'k debdi, unda vasi sen chiqa, o'tirga sen chiroyliq deb men bir anglab baqay. Uyg'ur xoinni quchiga o'ltaq uzalisa, oqlayalisa, nima bo'ladi u? Rabia Qadirni şu sebdaşları tunuydu. Rabia Qadirmi şu sebdaşlarını özü tunuydu. Dünya Uyghur Qurultayı'nın yenilangan eliki hizmet taksimatınınki en üstüge Ali orunga Rabia Qadir hazırgıcı bağı. Boması Wikipedia'dan körüp ekantığı yenilangan nuskısı. Rabia Qadir özü şu sebdaşlarını özdeklip kılıp öz cevap hep beriş gerek. İşkamlaşmagan çağda siz şunu da soranglar. Oy, sizning sebdaşınız o. Siz Uyg'urning pulini olgan kelsiz, şu sebdaşlarınız bilan birga cevap berishiniz kerak. Bu zemin meselesi. Bu indigenes xalqi degan biz emas. Shuning uchun biz onunga kirmadik. Gap bu dokladning ichidagi 60-betda e'langan ajallik yeri zeminni setivetdik degan gap bu 11 betimga o'xshash salmoqda. Agar aqlimiz joyida bo'lsa, bunga javob izlaymiz, savol qo'yamiz, javob izlaymiz. Hozir o indigenesninki degan voy Asiyxon chiqibdi bir nima yezib deganda men tiq uni ko'rmadim dedim. Unda yala kelganda voy tüşükdün chiqdi. Aqlıqçı advokatlar. Hozirgi masala zemindan biz keçmidik, zeminning egisi biz deb chiqishimiz kerak deyapmiz. Bu hozir mavzu mevcut
Aşı torbette saklaklık mevcut. Hiç ne mümkün vağını yok bu ba. Sayram oğlanıga erkin sıdık çıkıp ekir ketken okşaş. Malum ekir kitidğallar çıkamı davatımız. Rabihan öz sözlepti. Sözlügen bilen Alim Sitov, Ömer Kanat, yana birlerini tılgı ağam bolsa, şularını yetilep çıkıp, ma balısığı igilik bulup, cevabını versin davatımız. Bir adam, öyünü veyranı kılan bir adam, yak, mening meselem emas, palançının de, pokunçının de, deydiğen gap yok. Ma degan zimin davası. Bu erden erge çıkış emas bu. Teşkilattan çıkıp gelsin oy. Ma kütünüzü kıkıp itipli yak, men bilen münasibet yok, deydiğen gap yok. Qarap beqin qeyrindişim. Azraqdan bir başdan köreyli. Mana. Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşuningki e'lon qilgan mana mavu 62 betlik doklati mevcut narsa. Bu bir yerga kütimiz urup tapmadık. Biz indigenes xalq emas. Şunun üçün biz xat bilen bu sözlükni sirtdan kirgan sözlük. Bizga işchirib buni ezib ishirish, xuddi lagerni ezib ishirganga o'xshash. Mike Pompeo allaqachon deb bo'ldi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Uyg'urning ustidan erkiy qirg'inchilik yurgizyotidi degandikin, ashning ichida lagermi bor? Hamma debning hammasi shuningda bor. Uni yana parchalab, lag'manti, so'manti, mifanti, poloti deb o'ltamaymiz. Hozir u yerda aşı psixik jihati ezish hamma narsani chiqaryapti. Ba'zilar deydi, o'tinaga O'rta Osiyodan bir aylan menga. Voy, Zumrat dada, ma oshani qarang deydi. Ey, mustaqil davlat o'smi odam degan ishlaydi. Gap uningda emas, gap zimin masalasi, egilik huquq masalasi, tuproq masalasi desam, deydi. Adamni yig'latadigan, bearam qiladigan shu videolarni ko'rib turib, hozir olmaymiz. Ziminga egichiq deyotgan gap mavu. 11 betimninki avu odamlarni go'rdin chiqibsiz. So'roq tatamaysiz. Mala mavjud mala. Ma xotun. Mush xotun o'z javob berish kerak olar bilan chiqib. Men o Rabiaqada o'z yolg'iz qildi demidim. Til bilmagan bo'lsa tarjimonlari bor-ku. Pul sanashni bilgan adam nimani bilmaydi? Anglish baxmamsa cho'shqa qilma qasing. Ziminda tuquning bormi? Ko'rman desang qo'psa o'rningdan. Savol qo'ysa, cho'shqida yeb o'ltamay. Amerikada bunday telefon qildi menga. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Amerikadagi Uyg'urlarni qutuldirib qo'ysangiz deydi. Xudoyim tova. Ay nomus qilishmamsa desam shu mushtaq bo'lib qaptimiz. Vatanga borgan chaqda va'da qilib yozgan yerlarimiz bordi. Vatanga borgan chaqda munda qilgan to'q rasmlarga tushgan shularni to'g'ri etib qo'ymasin deb qo'rqyapmiz deydi. Qo'rqqan bo'lsang dedim. E'lon qilamsa, men yalang'och tushgandim, oqo'g'andim, ko'qo'g'andim desang tugimidim, o'zing qutqizmasang men qanday qutqizmas seni? Men vatan davosam sana nat qo'yibdan dedim. Xitoyni saylab oltading ana. Desem, Xudoyim ıslah qila meni mo'datda o'zini o'zi shunda davotdi. Tova, Xudoya tov qildim dedim. 67 yosh kirgan odamning gapi mavu. Axloshimizni sal yig'ib, umrimizda urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishamaymiz. Esinglarda bo'lsin, umrimizda urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishamiz. Mushta oltasak, xoyingimi g'im qilamay, yiroqdagi Xitoyga qilib turib Muştumağına tükkan bilen, yenadaki hainni çapan yoğun etip dastıxanda oltasan, muşunda buludu. Bu nesi mevcut nesi? Hiç nege yoqap ketkini yok. Ma xotunma ba. Bu ölgendikin İsa Yusuf'ni tillağan qo'xshas tillab oltasan poqqa esqatmaydi. Voy, İsa Yusuf'ninkiga voyjon, heliqi Zhang Zhuzhong yozgan xatva ekan to'q.
Oqdi, kökdi. Oy, turmanda dünya Uyghur qurultayının içinde yığınğı verip yurdu o. Sormamsa aşağı sorğun olsa. Abaga mukaffatni ichidim Robixon bağı. He. Robixonning ismi yo'q mu aşağıda? Şöhret ushur chiqib oldi o. Bilmemse biz bir oila kishileri deb uqtirib qo'yyotidu. Aqling kam tuğmasa, poq yemagan bo'lsang, cho'shqa olmasang, voy tova, haqnimiz zemini va biz nima uchun ega chiqmaymiz? Ma naslar tursam yada, nimish qopmaymiz? Deysa indigenous deganga emas, sen indigenous emas. Uyg'ur indigenous emas. Shuning uchun uning masalasi emas, ma zeminni sotdi degan masala kelyotidi miyada. Mushu 11 betim o'xshash betim mavu. Faqat mazmuni kengaydi xolos. Aqling olsa, cho'shqidek g'ajab bo'ltamay indigenous deb. Ma ajallik yeri ma 60-betda. Ma 62 betning ichidagi ash 60-bet mush qurlarga ko'zingizni yuguriting. Chiqirib qo'ydik biz. Boshqa odam yegan tomoqni sizmi yedingiz? Savol qo'yib beqing. Xoylar Allah balasını versin, Allah balayını versin, tıllavatqanlarımı Allah balayını versin, 70 evladımgıca qağayma. Cevap verişin gerek Rabia Kadir. Onu bunu silip, maqtaş, yani bir bilen sen qutulamaysa Rabia Kadir, ben sana da koysa, oxşaş lanet taxtısı yazılırsa, cevabını şu, özünün sebdaşlarından çıkıp cevabını verişin gerek. 11 betim, oxşaş betim mavu. Tarixda 62 bitim deb turib engelinib qoladi endi. Men seni osh qavrangning ustigami birlarning mushuni yezib qo'ydig'iga ishonma. Men o'lsam, men sening keyningda qolsam, men yozaman. Sening oldingda ketib qolsam, boshqa Uyg'urlar yozadi. Shuning uchun sen javob berishing kerak. 7 minut yo'q. Sabdoshlaring bilan chiqsa, olim Seyitibni biz tunishtirib qo'ymagan. Luisani biz tunishtirib qo'ymagan. Enedini biz tunishtirib qo'ymagan. Rabia Kadir İngilizce bilmeyen Rabia Kadir hacap bir enedini tunishtirib qo'yalabdi Dünya Uyg'ur qurultayiga. Vay. Uyqungizni eching qarindoshlarım. Qizi vala o'ylab beqinglar. O'g'li vala o'ylab beqinglar vatanda qolib qolgan. Erig'imi osiylik qilsa, xotinig'imi osiylik qilsa, davog'imi osiylik qilsa, voy qanda bo'lib ketgan haqma deb savol qo'yib baqmamsizlar? Hech qaysi qarindoshlaringlar bilan ko'rishamaysiz. Yolg'ondan esiga kelgan chaqda erini, esiga kelgan xotinining qog'ozini, rasmini ko'tarib chiqqanlarga ishinudi deb qolmanglar. Nima ishlarni qilyapsizlar? Uyiga osiylik qila olganlar vataniga rost osiylik qila oladi-ku. Uymi bir kichik davlatga bu. O'ylab beqinglar, ey. Hech narsa yo'qolib ketgani yo'q. 11 betimdan keyin mana tarixdan ibrat olmasa, takrorlanaverdi ekan. Bu Rabia Kadir o'zi vazifa o'tayotgan vaqtidagi ishlar bu. Onun ishtirib, mana ishtirib shuni ap chiq shu Olim Seytovni, Umar Qanotni Tullab tursun billa o'talaysan-ku, sababi nimaligini o'zing bilsa. Ering bilan ap chiq, billa. Qaysi davoni qilding? Enniq yeziqliq ma'vo javobini berishing kerak. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli. Ma zimin deganga-chi qarang, egi chiqsangiz sizning bo'ladi. Qarindosh deganmi, egi chiqsangiz o'zingiz ko'risha olaysiz. U dunyoda kim bilan kim ko'risha olaydi? Allah o'ngshab qo'ysin. Aqlingni berganka Allah shuni loyiq ish qilsa.
Dünya Uyghur qurultayı qo'ng'i tegib ketganning hammasi oxiri kelganda o'kti qopdi ekan, osiylik qildi ekan, ketib beriblar. Bir yer kilalaydi ekan bular. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli, qo'payli, nomus bu kash manqangli qitib. Naqat tushirib antiqdi. Hey, erkak qirg'inchilik qilyapti-ku, odamlarni o'tirib qiriyapti degan gap ashuning ichiga oladi o'zi. Sen davatgan mazmunlarni Uyg'urni ezib turib patatat qilmay. Kallani chochimiz deb. Bu indigenis degan gap emas, ma'noning ishchiligi ma'vo. Ajallik yer ma'vo. Setyaptim degan gap ma'vo.